Pizzali nonchalarni tayyorlaymiz. Shunaqa mazasi zo'r bo'ladi. Ertalabga issiqqina bitta yeb olsangiz bormi? Kechgacha to'q tutadi. Birinchi bo'lib oshirma xamirni tayyorlab olamiz. Xamir uchun birinchi bo'lib iliq suvga sut, dro'ja, shakarni, tuxumni solib aralashtirib olamiz. So'ng xona haroratida yumshab turgan sariyog' unni solib yumshoqqina xamir qoramiz. Xamir oshguncha nachinkalarni tayyorlab olamiz. Kartoshkani tuzli suvda qaynatib, pishgandan keyin sut va sariyog' solib yaxshilab pyure holiga keltiramiz. Qizib turgan qozonga yog' solib, birinchi bo'lib piyoz, so'ng qiymani solib qovurib olamiz. Tabga ko'ra tuz solamiz va 15 daqiqaga dimlab pishirib olamiz. Bu orada xamir ham oshib, toshib ketaydi. Xamirga nachinkalarni solib chiqamiz. Pyure, qiyma va ustidan sir yaxshilab videoda ko'rsatilgandek qilib tugib chiqamiz. Tugilgan nonchalarni listlarga yoyib chiqamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib qo'l bilan bosib chiqamiz. Nonchalarning ustiga tuxum sarig'i va xohishga qarab kunjut, sedanalarni ham sepsangiz bo'ladi. 180 gradusda 25 daqiqa tillarang qilib chiroyli qilib pishirib olamiz. Pishgan nonchalarning ustiga to'g'ralgan ko'katga erigan sariyog'ni yaxshilab aralashtiramizda ustiga surib chiqamiz. Mazali va oson bo'lgan pizzali nonchalar tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Videoga like bosib, yaqinlaringizga bo'lishib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga keling.